Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Bugun biz yana hikoyalar guruhidamiz. Hikoyalar olamini navbatdagi sahifasida biz eski hovlidagi soya deb nomlangan hikoyamizni sizga o'qib eshittirib o'tib ketamiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like tugmachasini bosib qo'ying, do'stlaringizga ulashing, kanalga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'ying. Fikrlaringizni ham kutib qolamiz izohlarda. Demak, biz boshladik. Anvar shaharning shovqinidan charchagan, o'zining muvaffaqiyatli biznesi va tinimsiz yugur-yugurlaridan toliqqan. Bir paytda uzoq qishloqdagi amakisidan qolgan eski hovli haqida eshitib qoldi. Amakisi vafot etganiga ancha bo'lgan, lekin uydan hech kim xabar olmagan edi. Anvar bir necha kun yolg'iz qolib dam olaman degan niyatda o'sha yoqqa yo'l oldi. Birinchi kecha shovqinlar boshlanishi. Qishloq chetidagi bu hovli g'alati bir sukunat ichida edi. Atrofda qo'shnilar deyarli yo'q, faqat qari tol daraxtlari shamolda g'ir-g'ir qilardi. Anvar uyga kirganida o'rniga chirigan yog'och va qadimiy chang hidi urildi. U xonalarni ko'zdan kechirar ekan, devordagi eski soatning to'xtab qolganiga e'tibor berdi. Soat millari roppa-rosa 3:15 da qotib qolgandi. O'sha kuni yarim tunda Anvar g'alati bir ovozdan uyg'onib ketdi. Go'yo kimdir uydagi og'ir sandiqni sudrab yurgandek edi. Qish, qiq, qiq. Anvar chiroqni yoqdi, lekin hamma yoq jimjit. Eski uyda pollar qisillayapti deb o'zini avutdi. Ammo uxlashga yotganida deraza ortida bir juft olovli ko'z unga tikilib turgandek tuyuldi. Ikkinchi kun. Ertasi kuni Anvar hovlidagi eski omborxonani tozalashga qaror qildi. U yerda chang bosgan qutilar orasidan amakisining kundaligini topib oldi. Kundalikning oxirgi sahifalarida shunday so'zlar yozilgandi. U keladi. Men uning qarzini bermadim. Uning haqqini yeb boylik orttirdim. Endi u har kecha soat 3:15 da haqqini so'rab keladi. Men qochib qutula olmayman. Agar bu uyni kimgadir qoldirsam, gunohim ham unga o'tadi. Anvarning badani muzlab ketdi. Amakisi juda boy odam bo'lgan, lekin hamisha yolg'iz yashab o'tgandi. Uning bu boyligi qayerdan kelgani haqida qishloqda turli mish-mishlar yurardi. Qo'rqinchli haqiqat. O'sha tunda Anvar soatiga qaradi. 3dan 10 daqiqa o'tgan edi. Yuragi duk-duk urardi. U xonaning o'rtasida o'tirib eshikka tikildi. Roppa-rosa 3:15 bo'lganida eshik sekin ochildi. Hech kim ko'rinmasdi. Lekin xona ichiga qabristonning sovuq havosidek bir ayoz kirdi. To'satdan devoriga to'xtab qolgan soat o'z izidan ishlay boshladi. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Anvarning qarshisida bir soya paydo bo'ldi. Bu odam shaklidagi, lekin yuzi yo'q, faqat chuqur g'amginlik ufurib turgan maxluq edi. Soya unga yaqinlashib pichirladi. Haqqimni ber. Haqqimni ber. Anvar qaltirab so'radi. Nima haqqing bor? Men senga hech narsa qilmadim. Soya qo'lni Anvarning ko'kragiga qo'ydi. Shu lahzada Anvar amakisining o'tmishini ko'rdi. Amakisi yoshligida
o'zining eng yaqin do'stini aldab, uning bor yo'g'ini tortib olgan. Do'sti esa qashshoqlikda dori-darmonsiz vafot etgan ekan. Eng dahshatlisi, Anvar hozirgi kunda yuritayotgan biznesini ham aynan o'sha amakisining harom pullari evaziga qurgan edi. Ibratli xotima. Soya Anvarni bo'g'madi, uni o'ldirmadi. U faqat Anvarga bir gapni aytdi. Har bir tiyinning hisobi bor. Sen o'zgalarning baxtsizligi ustiga qurilgan baxt bilan uzoqqa bora olmaysan. Ertalab Anvar uydan chiqqanida sochlariga oq tushgandi. U shaharga qaytgach, amakisidan qolgan barcha mulkni va o'zining biznesidagi shubhali daromadlarni xayriya ishlariga, muhtojlarga va o'sha amakisining do'stidan qolgan avlodlariga bo'lib berdi. Hozir Anvar oddiy yashaydi, lekin u endi tunlari qo'rqmaydi. Chunki u bir haqiqatni tushunib yetdi. Eng qo'rqinchli narsa arvohlar emas, balki bizning vijdonimiz va o'zgalarning haqqidir. Anvar shahardagi hashamatli uyini sotdi, biznesini yopdi va pullarini o'sha mazlum oilaning avlodlariga topshirdi. U endi o'zini yengil his qila boshlagandi. Biroq bir narsa unga tinchlik bermasdi. U hali ham o'sha eski qishloqdagi amakisining hovlisini tark eta olmagandi. Go'yo u yerda hali tugallanmagan bir ishi bor edi. Oradan bir necha oy o'tdi. Anvar qishloqda oddiy hayot kechira boshladi. Bir kuni kechki payt uning darvozasi taqilladi. Eshik ortida oppoq kiyingan, yuzi nurli, lekin ko'zlari juda g'amgin bir qariya turardi. "Meni tanimadingmi, o'g'lim?" so'radi qariya. Anvar hayron qoldi. "Yo'q, ota, tanimadim. Kim bo'lasiz?" "Men amakingning o'sha aldangan do'stining o'g'liman. Sen bizga yuborgan pullar, ular bizni qutqardi, rahmat. Lekin senga bir gapni aytgani keldim. Haq faqat moddiy narsalar bilan qaytarilmaydi." Qariya Anvarni o'sha eski omborxonaga yetaklab kirdi. U yerda amakisi o'limidan oldin yashirib ketgan kichkina zanglagan temir quticha bor edi. Anvar uni qancha qidirmasin topolmagandi. Qariya qutini osonlikcha poldagi maxfiy joydan oldi. "Buni ochishga faqat vijdoni tozalangan odamning kuchi yetadi", dedi qariya. Anvar qutini ochdi. Ichida tilla yoki pul yo'q edi. Unda faqat bitta sarg'aygan maktub va eski qon dog'i bo'lgan pichoq bor edi. Maktubda amakisining titroq qo'llari bilan yozgani iqrori bor edi. "Men do'stimni faqat pul uchun aldamadim. Men uni tuhmat qilib qamoqqa tiqdim va u yerda o'limiga sababchi bo'ldim. Bu pichoq bilan u o'zini himoya qilmoqchi bo'lgan edi. Lekin men uni aybdor qilib ko'rsatdim. Bu qon o'chmaydi." Shu payt soat yana 3:15 bo'ldi. Xona birdan muzlab ketdi. O'sha tanish soya yana paydo bo'ldi. Lekin bu safar u yolg'iz emas edi. Uning yonida o'nlab boshqa soyalar amakisining qilmishlari tufayli jabr ko'rgan insonlarning ruhlari turgandek edi. Soya Anvarga yaqinlashdi. Uning yuzi endi aniqroq ko'rina boshladi. Bu Anvarning o'ziga juda o'xshab ketardi. "Sen haqqingni berding, lekin qonini yuvmading", pichirladi soya. Anvar tushundiki, u shunchaki boyliqni qaytarish bilan qutulib qolganicha yo'q. U o'z sulolasining gunohlari uchun tavba qilishi, o'sha pichoqni va maktubni adolat peshvosiga topshirishi kerak edi.
Garchi bu amakisining nomini qaro qilsa ham haqiqat yuzaga chiqishi shart edi. Anvar tong otishi bilan tuman markaziga bordi va amakisining iqrorini pichoqni topshirdi. U buni qilganida qalbidan bir tog' ag'darilgandek bo'ldi. Qishloqqa qaytganida eski hovli g'alati bir nur ichida qolgandek edi. U uyga kirdi va devordagi o'sha to'xtab qolgan soatga qaradi. Soat endi 3:15 emas, balki jonli vaqtni ko'rsatib to'xtovsiz ishlayotgan edi. Anvar tushundiki, haqiqiy xotirjamlik bu nafaqat birovning pulini qaytarish, balki haqiqatni tan olish va adolatni tiklashdir. Biz qilgan xatolar yoki bizning ajdodlarimizdan qolgan qora dog'lar faqat jasorat va chin dildan qilgan tavba bilan yuviladi. Sizningcha, Anvar hamma narsadan voz kechib to'g'ri qildimi? Yoki u ham amakisidek boylikda yashasa bo'larmidi? Bizningcha, inson umri davomida to'plagan boyligi, mansabi va obro'si barchasi o'tkinchi. Bizni faqat qabrga qadar emas, balki mangulikka qadar kuzatib boradigan yagona narsa bu bizning amallarimizdir. Anvar hikoyasi bizga shuni o'rgatadiki, haqiqat egiladi, bukiladi, lekin hech qachon sinmaydi. Bu baribir bir kun yuzaga chiqadi. Birovning haqqi olovdir. Uni yegan odamning ichini kuydiradi. Agar o'zi sezmasa, avlodlarning hayotiga soya soladi. Kechikkan bo'lsa ham tavba qilish najot yo'lidir. Shuni unutmangki, har birimiz o'z hayotimiz kitobini yozmoqdamiz. Bu kitobning har bir sahifasi poklik va halollik bilan yozilsin. Shunda tunlari soat millari bizga tahdid emas, balki xotirjamlik baxsh etadi. Zero eng katta boylik bu tinch vijdon bilan uxlash baxtidir. Hayot xuddi shu hikoya kabi kutilmagan burilishlarga va yashirin sirlarga boy. Muhimi zulmat ichida qolganda ham qalbimizdagi insoflilik chirog'ini o'chirmaslikdir. Anvar o'z yo'lini topdi. Uning qorong'u tunlari ortda qolib, tongi poklik bilan otdi. Biz ham o'z hayot sahifalarimizni shunday yozaylikki, har bir satrida halollik va mardlik aks etsin. Zero dunyo bir ko'prik. Undan o'tayotganda yelkamizda og'ir gunohlar emas, yengil va ezgu amallar bo'lgani afzal. Shu bilan hikoyani yakunlaymiz. Yangi sarguzashtlar, sirli voqealar va qalblarni larzaga soluvchi ibratli hikoyalarda yana g'oyibona ko'rishguncha o'zingizni va vijdoningizni asrang. Xayr, sog' salomat bo'ling.